Ulug'bek, tabriklayman sizni. Yangi uy bilan, Farhod o'sha orzu qilgan o'yinni tugatganingiz bilan. Rahmat aka. Sizni ham tabriklayman. To'g'risi, havas qolma chista. Haqiqatda mujik сказал, mujik сделать deydi. Qildingiz, gap bo'lish mumkin emas, bizga ham nasib Xudo qilsin. Sizni galingiz keldi. Qachon endi keldik? O'zi bir 3-4 marta o'zi kelishib qo'yganmiz, ochig'i. Bo't aka, endi ko'rasiz, baribir hammada plan har xil bo'ladi. To'g'ri. Xudo xolisa, ko'p qolmadi deb o'ylayman. Tashaldi 5 olamiz. Chunki o'zimni ham orzum, Farhodning ham orzusi. И также любой bitta erkak kishini bu mashina orzusi deb o'ylayman. Короче, Geriklarda ko'rishamiz, Xudo xolasa. Обязательно mashina yonma-yon qo'yib qo'yib bitta foto qilib qo'yamiz. Bitta olov bilan laykdan bosib yuboringlar, Ulug'bek. Ana shu snapga chiqardim. Siz bitta ta'mini ko'ring. Men aytmadim, shuncha bola ichishdi. Realni. Butun komandangiz ta'mini ko'rdi, lekin siz ta'mini ko'rmadingiz. Qani bismillah. Честный fikringizni aytavering. Bo'ldi, хорошо. Ha, peshana. Hozir zritelga qanaqadir mana nima deydi? Boshqacha eshitilishi mumkin, u haqiqatda yaxshi, zo'r. Yaxshimi, yo'qmi? Haqiqatda zo'r. Bo'ldi, Xudo xolasa siz bilan Geriklarda ko'rishguncha shunaqa deb qolamiz va yana kim gelik olmoqchi bo'lsa kommentariyaga o'zinglarni yaxshi deb qoldirib ketinglar, Xudo xolasa. Charchamanglar, hammaga nasib bo'lsin.